bizni boshqalarga qilayotganimiz munosabat aslida o'zimizga qilayotganimiz munosabatdir. Agar men biriga o'shqirayotgan bo'lsam, aslida o'zim o'shqirishga loyiq biri bo'lganim uchun, menga o'shqirishlarini istayotganim uchun. Muammo bor, bir muammo ruhiy holatimda unga chidolmasdan uni aks sadosi tashqariga chiqyapti. Yo o'zimizni sevishni o'rganamiz. Chunki odamlar sizga bir muomala qilarkan, u muomalani qilishga haqliman deb o'ylagani uchun qiladi. Nega haqliman deb o'ylaydi? Siz ruxsat berganingiz uchun haqliman deb o'ylaydi. Bu nuqtadan ham bir qarab ko'rish kerakligini va 90% muammolar mana shu nuqtada ekanligini aytmoqchiman. O'zimga ehtirom ko'rsata olayotgan birimanmi, yo'qmi? Agar o'zimni ehtirom ko'rsatilishi mumkin bo'lgan biridek his qilmayotgan bo'lsam, atrofdagilar buni menga ko'p marta isbotlab beradi. Agar men o'zimni ehtirom qilishni yoki ehtirom qiladigan darajaga yetishni istasam, o'zimni ustimda ozgina ishlayman, o'zimni ehtirom, hurmat qilishni boshlayman va bu o'z-o'zidan atrofdagilarni ham meni hurmat qilishiga va men bilan o'ylab gaplashishiga bir chegara o'rnatgan bo'laman. U chegarani istagan payti istagan odam buzolmaydigan bo'lib qoladi.